Qo'ldoshjon, yig'lama, qattiq urganim yo'q-ku, qo'ldosh. Rais buva, dadam urmagan meni, dadam, hali siz. Ya qattiq urmadim-ku, Yo'ldosh, qattiq urmadim-ku. Sen meni yaxshi ko'rgan jiyanim bo'lsang, endi bir jahlim chiqdi-da, jahlimni chiqarding-da. Mahalladagi xotin-qizlar gapiga quloq tutma-ku. Menga qara, qo'ldosh, mahallaga quloq solaverma. Men ishdan ketsam ham kattaroq lavozimga ketaman. Mencha. Seni ham o'zimla olib ketaman. Sen ham meni ketimdan kattaroq lavozimga borasan. Bo'ldimi, kelishdingmi? Kelishdingmi mana? Men 5 ta olib qo'y, paynetdan paynat qilasan. Olib qo'y. Ya malades, mana malades. Bo'lmasa, men sizga bir yaxshilik qilmoqchiman. Nima yaxshilik qilmoqchisan? Ay, ketdik ko'rsaman. Ya qo'ldosh, yurchi. Ya bu nimadi bu? Qayerga olib kelding meni? Ay, yuravering. Ya qayerga olib kelganingni ayt hech bo'lmasa. Bu yer Zarchabek qurilish mollar do'koni. Ha. Yo'q, tilim aylamayapti, ichkari ko'rasiz-da. Yur. Rais buva. Bu yerda yetkazib berish o'rdadim. Xo'p. Sifatli dedim. Ha. Keyin esa sizga yaxshilik ham qildim. Xo'p, yaxshilik qilding. Ha, to'g'ri. Bundan oldin esa bir ish ham qilib qo'ygandim-da. Nima ish qilding? Qo'ldosh. Bu yerda muddat to'lovga arzimagan jicha. Xo'p, gapir, qo'ldosh, gapir. Qurilish mollaridan muddat to'lovga olib ketganman uyga. Nima olib ketding? Qurilish mollaridan. Ya nimaga olib ketasan? O'ylanishim kerak. Men ham bo'lchaqali bo'lishim kerak. Ya meni nima aloqam bor? O'sha narsa endi o'sha muddat to'lovni siz to'laysiz-da. Nima?